Sir emaski, bugungi kunda birja orqali savdo qilish rivojlanib bormoqda. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining Xorazm filialida ham markaziy savdo zalidan tashqari jami 14 ta savdo maydonchasi, 123 ta brokerlik idorasi va 200 dan ortiq treyderlar faoliyat yuritmoqda. Ularning faoliyati va soha bo'yicha viloyatda amalga oshirilayotgan ishlar bilan keng jamoatchilikni tanishtirish maqsadida ommaviy axborot vositalari vakillari va tadbirkorlar uchun media trening tashkil etildi. Hozir shu haqda. 2025 yil boshidan filialda o'tkazilgan savdolar natijasida jami 3,7 trillion so'mlik bitimlar tuzilgan bo'lib, ularning 92% birja savdolariga, qolgan qismi esa elektron tijorat savdo tizimlariga to'g'ri kelgan. Tadbir davomida shular xususida ommaviy axborot vositalari va tadbirkorlar uchun taqdimotlar ham o'tkazildi. Taqdimotlarda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi faoliyatiga doir qabul qilingan yangi hukumat qarorlarining mazmun mohiyati hamda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasida joriy etilayotgan yangiliklar batafsil tushuntirildi. Media treningda shuningdek savdolarda ishtirok etish bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Bu birja savdolari bo'ladimi yoki elektron tijorat, davlat xaridlari bo'ladimi? Bu yerda eng asosiy muhim jihatlardan biri birjada nafaqatgina shaffoflik hamda bozor narxlarining shakllanishi, balki tuzilgan bitimlarning kafolatlanishi ham ta'minlanadi. Bunda bizning kliring tizimimiz qo'llaniladi. Ta'kidlash lozimki, birjaning samarali korporativ boshqaruvi jamiyatning menejerlar va aksiyadorlar o'rtasidagi muvozanatini ta'minlaydi, biznes jarayonlarini optimallashtiradi, faoliyatning shaffofligini oshiradi hamda kompaniyaning barqaror va izchil rivojlanishiga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi o'zining faoliyatida sun'iy intellekt servislaridan foydalanishni boshladi. Xususan, davlat xaridlari tizimida AI chatbot servisi joriy etildi va kelajakda aynan mana shu sun'iy intellekt servislarini birjaning boshqa platformalarida qo'llashni ham rejalashtirmoqda. Kelgusida AI chatbot funksiyalarini kengaytirish, sun'iy intellektning yangi xizmatlarini joriy etish va ularni birjaning boshqa elektron savdo platformalariga integratsiya qilish ishlari rejalashtirilgan. Media trening davomida birja mutaxassislari mavzu yuzasidan jurnalist va tadbirkorlarni qiziqtirgan savollariga javoblar berishdi. Shahnoza Qalandarova, Malik Kengasov, Xorazmdan.